ikkilamchi kreditga to'g'ri keladigan 3 xonalik Novostroyka domlardan ikkinchi etajdan 125 kvadratlik uyimizni topib qo'ydik. Narx video obzor oxirida beriladi. Lokatsiyamiz Sharq bozorcha bo'lyapti. 16-maktab ko'rinib turadi. Mana bunaqa qizil g'ishlik domda. Qisqacha qilib aytganda uyimiz juda shinam katta, bitta zalning o'zi 45 kvadrat. Ikkinchi etajda obzor oxirida narxi bo'ladi. Bismillah. Uyimizga kirishimiz bilan bizani mana shunaqa shinam prixoj zonamiz kutib oladi. Bizada bo'lyapti sanuzelimiz, oshxonamiz, детский, spalni va juda ham katta bo'lgan zal qismi. Qani bir boshdan ko'rib o'tamiz. Bu yoqda bizani sanuzelimiz opsh qilib qo'yilgan. Xohlasangiz agar o'rtadan devor razdelni qilish imkoniyatiga egasiz. Santexnika, elektromontaj, rodbanlari podoboy qilib taxlab qo'yilgan. Bu yoqda oshxonamiz juda shinam, bemalol kuxun nabor qilib, bu yoqda yayrab o'tirib choy ichadigan zona yaratsangiz bo'ladi. Derazalarimizga e'tibor bering, shunaqa kattasidan, chiroylisidan qo'yib qo'yganlar. Shunagina derazamizdan 16-maktab Sharq bozorchasi ko'rinib turadi. Bu konturning kotyollar o'rnatilgan, batareyalar qo'yilgan, cho'plik pollari mana bu yoqda turbalari tashlab o'tilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Bizda prixojdan keyin mana bu yoqda детский xonamiz. Bu yoqni ham o'zingizga qulay qilib ta'mirlab olsangiz agar bemalol ikkita divanchik, shkaf, yana boshqa mebellari sig'adi. Bu yoqda esa bizani родительский spalni xonamiz ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda aytishlar bo'yicha buni bitta devor olib, sanuzel uchun alohida joy tashab ketganlar bemalol mana bu xatni eshik qo'yib turib, o'zingiz uchun sanuzel joyini yaratib olsangiz bo'ladi. Undan keyin turetskiy batareyalar o'rnatilgan, duh spalni mebel, shkaf, boshqa narsalar mebellari sig'adi. Aytgancha derazalarimiz Akfaplast qimmatbaho duh sloyning shuma izolyatsiyali termoromlardan o'rnatilgan. Bundan keyin ko'radigan joyimiz bizning eng yaxshi top joyimiz zalimiz. Zalni o'zi 45 kvadrat dedilar. Bitta mana shu zalni o'zi. Hozirgi vaqtda bir xonalik, ba'zi joyda 2 xonalik 7-mikroyonda 45 kvadratlik uylar bor. Sizni bitta zalingizni o'zi mana shunaqa katta tushgan. Buni qarang turishini. Bemalol mehmonlaringizni bag'riga to'ldirib oladi. Bitta balkonga chiqadigan joy va derazalar qo'yilgan. Balkonimizga chiqishimiz bilan biz ikkinchi etajda biz aytib o'tganimdek, bu yoqda bizning детский plashatka, dvor, klub, maktab, toza havolik, ikki tomonlama proyektiga ega. Qisqacha qilib aytganda, uyimiz 3 xonalik 125 kvadrat o'zini ichiga oladi. Narxini esa 57.960 dollarga baholadik. Yana kelib bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. 30-40% ishlar qilib qo'yilgan. Adashmasam 4.000-5.000 dollarlik budjet ishlar qilib qo'yilgan aka. Siz uchun yaxshi narxda topib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.